Assalomu alaykum akalar, ukalar, chorva ishqibozlar akalar. Bugun bir dona rossiyskiy poroda buqachamiz olib kelib qo'ydik. Kimgadir ma'qul bo'lsa beramiz deyapmiz. Qani ko'ringlarchi. 7 dekabr bo'lyapti. Hafta kuniga yakshanba bo'lyapti akalar. Ko'ringlarchi. Sifati zo'ridan. Arqalar 4 burchak akalar. Gulidan. Andijon viloyati Sharxon tumanidan bo'lyapti akalar. O'zimiz xonadondan akalar, ko'ringlarchi. Dastlabkasini akalar vodiy bo'ylab qilib beraman. Qanchaga kelishsak ham dastlabkasi vodiy bo'ylab beminnat bo'ladi. O'zimiz mashinamiz bor, xudo xolasa qilib beryapmiz dastlabkasini. Yosh oylari 5 oylik akalar. Mana bo'yini ham o'lchab ko'rsataylik. Chunki Farg'onada sizlar balki Qo'qonda, balki Namanganda, balki Andijonda onlayn oladigan akalar ham bor-da. Shular uchun bo'yi juda muhimda akalar. 5 oylik deyapman, 1 metr ko'rinishi ham mumkin-da bo'zak. Shuning uchun bo'yini o'lchab qo'ysak, hammaga ma'qul bo'laveradi deb o'ylayapmiz akalar. Mana. Metr tep turibdi. Bo'yi 1.15 chiqyapti, mana ko'ryapsizlar. 16 deganim yo'q. Mana 1.15 akalar. O juni 16 dan chiqyapti. Ko'ryapsizlar-a? 1.15 chiqyapti. 5 oylik bo'zak. Narxini 16 million 200 ming so'm bo'lsa akalar. To'g'risi 17 emas. 16 million 200 ming so'm bo'lsa, ozmos xayri bor. Dastlabkasi vodiy bo'ylab akalar. Qalay bo'ldi? Like bosib qo'yinglar. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan akalar. Akalar, yaxshi qolinglar, yaxshi kunda ko'rishaylik. Telefon qilaverasizlar, gaplashamiz akalar.